Luqmoni Hakim bir kuni shogirdi bilan birga ovga chiqdi. Ovdan qaytayotganlarida bir qabila raisi Luqmoni Hakimdan bir kecha uylarida mehmon bo'lishni so'radi. Luqmoni Hakim taklifni qabul qilib, ularning uyiga mehmonga bordi. Qabila raisi Luqmoni Hakim uchun bir qo'y so'ydirdi. Luqmoni Hakim shogirdiga shunday buyurdi: qo'yning eng bor 2 tana a'zosini menga olib kel. Shogirdi borib qo'yning yuragi va talini kesib keltirdi. Luqmoni Hakim ofarin, topding dedi. Ertasiga boshqa bir qabila raisi Luqmoni Hakimni uyiga taklif qildi. Luqmoni Hakim uni ham ranjitgisi kelmay, yana mehmondorchilikka bordi. Mehmonning hurmati uchun bir qo'y so'ydilar. Luqmoni Hakim yana shogirdiga buyurdi: menga qo'yning eng nopok tana a'zosini olib kel. Shogird yana qo'yning tili bilan yuragini kesib olib keldi. Shunda Luqmoni Hakim shogirdiga qarab dedi: ofarin, buni ham topding. Haqiqatan insonning va hayvonning eng toza joyi ham, eng nopok joyi ham tili bilan yuragidir.